Agarda siz men beradigan 3 ta maslahatga amal qiladigan bo'lsangiz, siz hech qachon kir moshina olishda qo'pol qilib aytaman, yeb qo'ymaysiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib turing. Birinchi bo'lib e'tibor beriladigan narsa kir moshinamizda bu inverter motor bo'lishi. Sababiga keladigan bo'lsa, uyingizda to'kis pastlab ketsa yo balandlab ketib qolsa, shu inverter pastlatib kir moshinani o'ziga yetarligini bemalol jo'natadi. Ikkinchi o'rinda e'tibor beradigan narsamiz albatta bu garantiyasi. Sababi bez garantiya narsani ertaga olsangiz qo'pol qilib aytganda yeb qo'ydingiz degani sabab pulga kuyasiz, chunki uni servisi bo'lmaydi. Xo'p, uchinchi o'rinda e'tibor beriladigan narsamiz bu albatta barabani I+ rezinkasi. Ko'pchilik shunga e'tibor bermaydi-da, brendga qiziqib olib ketaveradi. Barabani agar Diamond baraban bo'lmasa, kiyimlarini katushka qilib qimmat-qimmat paltolarini tvtini chiqarib busini so'ratib yuboradi, qo'pol qilib tushuntirganda. Xudo xolasa, qolgan e'tibor beriladigan narsa tabga qarab, misol rangiga, 2 qavat aynaligiga, chunki 1 qavatli kir moshinalar ham bo'ladi. Shunaqa 2 qavat aynaligiga, oshxonaga o'rnatmoqchi bo'lsangiz, albatta 2 qavatligini olishlaringizni sizlarga men maslahat berib qolgan bo'lardim. Agar uyga hammomga bo'lsa, mana shunaqa 1 qavatligi ham bo'laveradi. Bu hech qanaqa suvni isitishiga yo bir unaqasiga ziyoni, foydasi yo'q. Faqat video uchun oshxonaga o'rnatsangiz, kirlash ko'rinmay qoladi. Xudo xolasa foydali maslahatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.